Nega abortdan keyin ko'pchilik ayollarimiz homilador bo'lisha olmaydi? Buning 3 ta sababi mavjud. Birinchi sababi abortlardan keyin kelib chiqadigan turli xil yallig'lanish kasalliklari natijasida to'plangan infeksiyalar, demak, bachadonning ichidan bachadon naylariga o'tib qolib, u yerda chandiqlanishni hosil qiladi va bachadon naylarining yopilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababi abort jarayonida bachadon ichidan embrionni qirish jarayonida endometriy qavati chuqur qirilishi natijasida ayollarda endometriy defekti holati kelib chiqadi va bu holatda endometriyga embrionni, ya'ni yangi embrionni kelib yopishi uchun to'sqinlik qiladigan holat yuzaga keladi. Va nihoyat uchinchisi, abortlar organizm uchun kuchli stress hisoblanadi. Xususan medikamentoz abortlardan keyin organizmda gormonal disbalans holati yuzaga keladi va buning natijasida ayollarda ovulyatsiya jarayonining yuzaga kelishida muammolar kelib chiqadi. Bu gapim bilan bir marta abort qilsangiz bepush bo'lasiz demoqchi emasman. Lekin abortlar soni ko'payadigan bo'lsa, abortdan keyin yallig'lanish holati kelib chiqadigan bo'lsa, ushbu abortlar ginekolog nazoratsiz kechadigan bo'lsa, albatta bepushlik holati kelib chiqishi tezlashadi.